Follikula umuman o'smasa, eko amaliyoti qilsa bo'ladi. Qarindoshlarim yoki qaynonam, qaynotam, yaqin qarindoshlarim, qo'shnilarim follikula bo'lmasa, senda umuman homiladorlik bo'lmaydi yoki dominantli follikula bo'lmasa, follikula o'sib yetilmasa, senda umuman homiladorlik bo'lmaydi, sen ona bo'la olmaysan deb aytishdi. Follikula o'smasligi, ya'ni izначально, ya'ni boshlang'ich davrda follikula umuman yo'qligi bu boshqa diagnoz. Follikula chiqmasligining ikki xil sababi bo'ladi. Bu albatta gormonalniy narushение hisobiga. Birinchisi bu gipofiz gormonlarining juda ham oshib ketishi, gipergonadotropniy holat deyiladi. Gipergonadotropniy holatda albatta bizga juda ham qiyin follikullarning chiqishi, ammo buning ham hozirgi kunda yechimi bor. Ikkinchisi bu gipogonadotropniy holat, ya'ni gormonlar yetishmovchiligi hisobiga, ya'ni gormonlarimiz pastligi, gipofizdagi gormonlar yetishmovchiligi hisobiga follikula umuman chiqmasligi. Bularni davosi juda ham oson. Chunki gormonal yetishmovchilik bo'lganda gormonal dori vositalar bilan aynan yetishmayotgan gormonni berish orqali biz follikulani o'stira olish xususiyatiga, ya'ni imkoniyatiga egamiz. Uchinchi holat bu dominant follikulaning bo'lmasligi, ya'ni follikula bor, ammo dominant follikula yo'q. Bu ko'proq polikistoz qizlarimizga xos bo'lgan xususiyat hisoblanadi. Biz polikistoz tuxumdorli qizlarimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Chunki polikistoz tuxumdorli qizlarimizda tuxum hujayralar soni juda ham ko'p bo'ladi. Ammo ularning ichida yetilib o'sib keladigan tuxum hujayramiz bo'lmaydi. Bu ko'proq nima bilan bog'liq? Bu sog'lom turmush tarzining buzilishi, kam harakatlilik, vaqtida uxlamaslik bilan bog'liq. Sog'lom turmush tarzining buzilishi deganda albatta bu sog'lom ovqatlanish rejimiga amal qilmaslik. Kuniga 10 ming, 15 ming qadam yurishni kanda qilish yoki uxlash soatini soat 11-12 dan oshib ketishi. Chunki aynan 11 bilan 3 orasida gormonlarimiz dam oladi. Agarda siz bu vaqtda gormonlaringizni ishlatadigan bo'lsangiz, sizda o'z navbatida insulinni oshib ketishiga sababchi bo'lasiz. Insulin gormoni oshganda ayollarimizda erkaklik gormonining oshishiga, ayollik gormonining tushishiga, erkaklarimizda bo'lsa buni aksi, erkaklik gormonlarining tushishi va ayollik gormonlarining oshishiga sababchi bo'ladi. Va aynan insulinning yuqori bo'lishlikligi follikulalarning yetilishiga to'sqinlik qiladi. Homilador bo'la olish uchun bizda 3 ta eng asosiy ko'rsatkich bo'lishi kerak. Bu ovulyatsiya jarayonining bo'lishligi, bachadon naylarining ochiqligi va spermogrammaning yaxshi bo'lishligi. Aynan polikistoz qizlarimizda ovulyatsiya jarayonining bo'lmasligi holatlari kuzatiladi. Ovulyatsiya jarayonini bo'lmaslik holatlarida biz sog'lom turmush tarzi, 10 ming qadam yurish, vaqtida uxlash va ayrim bemorlarimizga stimulyatsiya jarayonini amalga oshiramiz. Ammo reproduktologiyada, ya'ni tibbiyotimizda ayrim bemorlarimizni xalq tili bilan aytganda strelkali dorilar, tibbiyot tili bilan aytganda koklar, ya'ni oral kontratseptiv vositalardan foydalanishadi, ya'ni gormondan. Ammo reproduktologning eng muhim vazifasi bu ovulyatsiya jarayonini bloklash emas, aksincha ovulyatsiya jarayoniga erishish. Shuning uchun ham biz strelkali dorilarni ichishni afsuski tavsiya qilmaymiz. Keyingi bemorlarimiz bu gipergonadotrop, ya'ni umuman tuxumdon rezervi yo'q bo'lgan bemorlarimiz. Afsuski praktikamizda gipergonadotrop bo'lgan holatlar ham uchrab turibdi, ammo bularni biz nima bilan yengamiz? Zamonaviy tibbiyotda hozirgi kunda egzosoma va PRP amaliyotlari mavjud. Egzosoma PRP amaliyotlari aynan tuxumdonni o'ziga qilinadi va bo'linish, ko'payishni tiklash, hujayralar o'limini bloklash imkoniyatiga ega va o'z navbatida praktikamizda FSH gormoni 100-130 bo'lgan bemorlarimizda 14-15 gacha, hattoki 3-4 gacha tushgan bemorlarimizni ko'rdik va bu bemorlarimizda follikula chiqishiga erishdik va hattoki eko amaliyotiga ham oldik. Gipogonadotropniy bo'lgan holatda, ya'ni gormonlar yetishmagan holatda bu oson. Albatta bular o'zlari tabiiy homilador bo'la olishlari mumkin. Chunki gormonal yetishmovchilikni to'g'irlash orqali follikulalarni o'stirib, shu juftligimizda ham homiladorlikka erishganmiz. Amaliyotimda 7 yillik birlamchi bepushtlik bilan gipogonadotrop, ya'ni gipofiz gormonlarining yetishmovchilik holatlari kuzatilgan va stimulyatsiya natijasida bu juftligimiz hozirgi kunda farzandlik bo'lishdi. Barchaga albatta farzandlik bo'lishlarida ilk qadamlarini siz ona bolasi klinikasi yordam bera olishini va bu kabi holatlar agar sizda kuzatilsa hech qachon tushkunlikka tushmang, biz birgalikda harakat qilamiz.